Ko'p holatlarda ota-onalar shikoyat qilishadi, bolamda cherepni davlina bor ekan. Hop, cherepni davlina o'zi nima? Cherepni davlina bu bosh miyadagi ichki sistemasi ishlab chiqarilayotgan suyuqlikning miqdorini ortishi hamda uni so'rilishini pasayishi bilan kechuvchi kasalliklarga aytiladi. Hop, sizning farzandingizda injiqlikni oshishi, tunda yig'lab uyg'onishlar, sovuq joyga talpinishlar, tishlashga harakat qilishlar bor yoki yo'qligini sezsangiz, bu sizni tashvishga solayotgan bo'lsa, bu holat patologik jarayonmi yoki fiziologik jarayonmi? Bolalarda o'tib ketuvchi yoshga xos xususiyatligini aniqlamoqchi bo'lsangiz, mutaxassis ko'ruvini tavsiya qilaman. Mutaxassislardan kimlar kerak? Bolalar nevrologi. O'zingizga yaqin bo'lgan bolalardan nevrologiga murojaat qiling yoki bizning shifoxonaga murojaat qilishingizni tavsiya qilamiz.